Qashqadaryo katta salohiyatga ega bo'lgan yurt hisoblanadi. Hamma tomonlama. Yer osti boyligi deysizmi? Yer usti boyligi deysizmi? Ijodkor yoshlarini deysizmi? Hammasi bu Qashqadaryoning katta boyligi hisoblanadi. Mana shu boylikka sizlar ham kirasizlar. Yurtimizning 3-renessans avlodlarini yuzaga keltirayotganda sizlarning hissalaringiz butunlay bo'lakcha bo'ladi. Buni bot prezidentimiz qayta ta'kidlaydilar. Mana endi prezidentimiz xohlaydilarki, 3-renessans ham bizning yurtimizdan chiqa boshlasin va bunga juda katta shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratib bermoqdalar. May bu G'alaba kuni sifatida uzoq yillar bayram qilib kelindi. Sobiq SSR davrida ham, undan keyin ham ancha vaqt G'alaba kuni sifatida nishonlandi. Keyinchalik prezidentimizning takliflari bilan 9-may xotira va qadrlash kuni. Albatta, urushda vafot etganlarni, urushda ishtirok etganlarni oramizda hozir bo'lmagan, masalan, ularning jasadi qaysi yurtlarda yotibdi. Juda ko'p o'zbek o'g'lonlari shu urushga o'z hissasini qo'shdi. Mana buni unutib bo'lmaydi. Shuning uchun bu xotira kuni sifatida keng nishonlanadi. Mana keyinchalik qadrlash kunini ham shu xotira kuni bilan birgalikda nishonlaydigan bo'ldik. Chunki yurtimizda front ortida ham mehnat qilganlar bo'lganda, o'zimizda mehnat jabhasida halol va fidokorona mehnat qilgan insonlarimiz ham minglab topiladi. Mana shunday faxriylarimizni, ularni davlatimiz oldidagi, xalqimiz oldidagi ko'rsatgan jasorati, mehnatda qo'lga kiritgan yutuqlarini e'tiborga olib, qadrlash kuni sifatida ham bayram qilamiz.